Mana buni qaragin. O'zimiz ko'rdingiz, 4 kun vaqt ketdi. Sababi bunda bitta detalni почти 12 sloy qilindi-da. 12 sloy detal, 12 sloy mashinaga keramika yotqizibdilar, 4 kun vaqt ketibdi. Bu juda kulgili narsa-da bu, ochiq aytaman. Men почти 25-30 yillik tajribam bilan hali shu paytgacha 12 sloy keramika qilganim yo'q. Chunki iloji yo'q. Men yolg'on xabar olib chiqa olmayman. Ya'ni yolg'on xabar bilan mijoz chaqirmayman. To'g'risini aytaman, kelsa keladi, kelmasa yo'q. Men to'liq haqiqatni olib chiqaman. Lekin bu yerda hozir Namanganlik o'sha avtokosmetika gapirayotgan gapi 100% emas, 200% yolg'on. Keramik sostavni K harfini tushunganda bu inson bunaqa informatsiya bermasdi yoki yolg'on xabar bermasdi. Ya'ni demoqchimanki, jiddiy sikloni balki tuftani 100 so'mlik, 200 so'mlik narsani balki surib chiqqan bo'lishi mumkin. Balki aytib bo'lmaydi keramika deb. Lekin aslida haqiqiy keramikani 12 so'y surib bo'lmaydi. Yana bitta narsa aytaman, 12 so'y keramika surdik deb aytayapti, lekin jiddiy siklosini unutib qo'yapti. Ya'ni yana simbolika staprab xonada keramika surishyapti. Bu katta xato. Juda katta xato. Keramikadan keyin jiddiy siklo обязательно surish kerak. Faqat keramikani surib qo'ydi degani bo'ldi degani emas. Jo'natib qo'yinglar, mana shu Namanganlik avtokosmetika ozgina maslahat olsa, undan ko'ra, bunaqa intervyu olib chiqishdan oldin zo'r maslahatni men berardim. Shu